Men Qosimov Sayyod Salimovich, Buxoro viloyati Kogon tuman Shayxon qishlog'ida Kogon Mars plus MCJ rahbariman. 2009-yildan beri faoliyat olib boryapmiz. Bizning tashkilot neft va gaz qazuv ishlarida asbob uskuna ishlab chiqaradi va ta'mirlash ishlarini olib boradi respublika bo'yicha. Hozirgi kunda kelib import o'rnini bosuvchi 700 xil asbob uskuna va jihozlar chiqaryapmiz. Qarshidagi burg'ulashlari, Qarabozordagi parmalashlari, Dehqonoboddagi Kaliy zavod, Navoiy uran tashkilotlari bilan ish olib boryapmiz. Ana hozirgi import o'rnini bosuvchi detallardan sharviy kranlarni ishlab chiqaryapmiz. Maliyalashish darajasi hozir 75% ni tashkil qiladi hozirgi kunga kelib. Hozir rejamizda quyuv sexini barpo qilib, eng oxirgi zamon texnologiyasini kirgizib, o'zimizda quyuv sexida o'zimizga ketadigan detallarni o'zimizda quyib chiqarib ishlatmoqchimiz. Hozirgi kunda kelib Rossiya va Xitoydan kelayotgan detallarni o'zimizda quyib, shu o'zimizga ishlab chiqarmoqchimiz. Yaqinda mana O'zbekistonning 35-yillik bayrami bo'ladi. Shu bayram bilan hammalaringizni tabriklayman. Kattadan katta rahmat hammalaringizga.